Roboclean pilisoslari haqida men sizlarga hozir chestnoy отзыв beraman. Shu pilososga juda ko'p duch keldim, lekin hech qiziqmagan edim. Oxiri kelmaylar, hamma qiziqyapti, hamma blogerlar ovatdi deb turib mana uyimga chaqirib ko'rdim bularni. To'g'ri, narxi ozgina qimmatdek tuyuldi menga, lekin buni men rezultatini ko'rgandan keyin narxiga arzirgandim. Ayniqsa storiesimga Roboclean oldim deb turib prikol qilib qo'yib qo'ydim. Ishonasizlarmi, 80% olganlardan faqat yaxshi отзывlar eshitdim. Bu pilosos olganimizdan keyin gilamlarni yuvdirmay qo'ydik. Hattoki gilamni tagidagi changlarni ham jonini sug'urib chiqarib oladi deyishganda men ishonmagandim, lekin bu yigitga olib menga Robocleanni shunaqa tushuntirib berdilar. Atido hammasini ko'rsatib berdilar. Haqiqatdan ham gilam tagidagi eng yomon qolib ketgan mayda changlagacha, musorlagacha chiqarar ekan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Menga bu pilososchani yoqqan tomonini aytaymi? Mana bunaqa apparatchasiga o'zini maxsus shiringina suvchalari bor ekan. Shu suvchalarni solsanglar, xonadagi noxush hid bilan changlarni o'ziga yutib, evaziga shirin hidlarni chiqarib berar ekan. Xohlasanglar oshxona hidini yo'qotasizlar, xohlasanglar просто chang hidini. Sizlar o'zi pilosos o'zidan chang havoni chiqarib beradi. A bu pilosos esa umuman chiqarmas ekan.